Gapir. Boshidanoq hammani rahmini keltirish uchun bolangni sudrab kelding. Endi esa ofisga tekinxo'rlik qilish uchun olib kelding. Yashinshing. Bunga vijdoning qanday yo'l qo'yadi? Bolamni oldida janjallashni istamayman. Ketamiz. To'xta. Sendan hali so'raganim yo'q. Kim bolangni ofisga olib kelishga ruxsat berdi? Janobli ruxsat berdi. Qanday safsata? Janobli bolangni ofisga olib kelishga ruxsat berishi mumkinmikan? Kompaniyada hech bunaqasi bo'lmagan. To'g'ri, kompaniyada chindan ham bunday imtiyozlar yo'q. Yordamchi, agar bolang bilan bo'lging kelsa, ta'tilga chiq. Ha, to'g'ri, tushundim. Mabodo yaqinda janobli o'g'lini izlashni boshlaganini eshitib, aynan shuning uchun bolangni olib kelmadingmi? To'g'rimi? Nahotki bolangni yosh xo'jayin Lu deb tasavvur qilayotgan bo'lsang, Siz o'ylagan maydakash odam emasman. bolangni bu yerga olib kelib bo'lding, lekin uni tan olmayapsanmi? Senga o'xshaganlar o'ziga qanday ertaklarni to'qishadi? Ishdan bo'sha. Demak, ishlaydiganlardan nafratlanar ekansan-da. Nahotki seni onang dunyoga keltirmagan bo'lsa? Yashinshing. Men bilan bunday gaplashishga kim huquq berdi? Onamni xafa qilib ko'rma. Voy mushki, tarbiyasiz. Senga o'zingni tutishni men o'rgataman. Qani yur. Sunsiyay, uni qo'yib yubor. Nima qilyapsan? O'g'lim!